بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Biz katta uluq ayda kitaplarımız. Uluq ayda kitaplarımız ki bu ayni İbn-i Qayyim rahimahullah Yusuf aleyhisselam okşar. Yusuf aleyhisselam. Bu ay Yusuf aleyhisselam okşta kalan ayla Yusuf aleyhisselamın 11 kıyafetçi okşatırlar. Yusuf aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala'nın nezarında kantiki uluq katta peygamber olsa bu ay Allah subhanahu wa ta'ala'nın nezarında hem şunun okşasına katta uluq ayda ibadet. Bu ayni Yusuf aleyhisselam'ını Allah subhanahu wa ta'ala aziz qilgan o'xshash, Misrning azizi qilgan o'xshash bu ayni aziz qilgan. Bu ayni qadrini bilishimiz kerak. Shunga bu ayni az pulga satmasligimiz kerak. Yusuf aleyhisselamning qarindoshları Yusuf aleyhisselamni bitamadin bahsin darahima ma'buda va sharahu bitamadin bahsin darahima ma'buda. Az pulga setavatgan. Shunga o'xshash biz az pulga bu ayni setavatmasligimiz kerak. Yusuf aleyhisselamni o'ttirib etish o'rindan o'xshash bu ayni o'ttirib kerak. Bu ayni aziz qilishimiz kerak. Bu ayning hurmatini özüge layık halet kılışımız gerekir. Yine bazı ulemalar bu ayni xuddi Nuh aleyhisselam'ın gemisi olmuştur. Sefinetun Necah, yani kuzuş gemisi. Garip bütün alem, bütün adamzat, insi, cin, mahlukatlar hepsi garip geçişe gırdağı verip kalan halette, şu halette Sefinetun Necah, yani Nuh aleyhisselam'ın gemisini evet Allah subhanahu wa ta'ala. Muş kemiğe çıkıvasan tutulsular. Şuna o'xshash bu ay qanday foydasi? Bu ay beshi bosh bekitdi dunyo bo'lgan va oxiratda bekitdi jannatning eshigi Rayyon degan bir eshik bor. Shu eshikka berib to'xtaydigan bir kemirdan iborat. Kemik bo'lgan. Shuning uchun bu ayning qadrini qilishimiz kerak, qadrini bilishimiz kerak. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadis meşhur, hem de rivayet hadis İbn Hibban rahimahullah, Malik ibn Huwayri radıyallahu anhu'dan rivayet eden hadis. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberge çıktı. Şunda birinci taştaqqa, yani birinci palamparayga chiqib o'qituvchini aytgan ekan amin deb shunday dedi. İkinci palamparayga chiqqan vaqtda yana amin dedi. Üçüncü palamparayga chiqqan vaqtda yana amin deb shunday dedi. Şunda ikinci so'rdaki sahabeler ya Resulullah nega amin dediler? Deb shunday degan vaqtda Peygamberimiz birinchi qitim amin degan vaqtda Jibril alayhissalom keldi. Kimiki Ramazondan mag'firat, gunohlar mag'firat qilingan holatda chiqmasa yoki Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga erisholmay qolsa, Allohdan qilib yoki jannatlik bo'linmay qolsa, u odam xor va zabun bo'lib ketsin dedi. Ya'ni biz Allohning rahmatidan jiroq ketsin dedi degan bir rivoyatda. Men so'ngra Jibril alayhissalom dedi, amin dedi, shunda dedi, qul amin dedi. So'ngra qul amin, amin dedi shunda dedi. Anandan keyin ikkinchi tasdiq chiqqan vaqtda kimning ismi zikr qilinsa, uningga salovat keltirmasa u kishi harzabun bo'lib ketgan. Sallallohu alayhi vasallam. Dabada amin dedi, men amin dedim shunda. Üçüncü tasdiq chiqqan vaqtda kimiki ata-onasini qirg'in holatda tepib yoki o'shaning birisini tepib, shularning sababini, shularning holidan xabar, yaxshi xabar olib, shu kishi jannatga bo'linmoqchi qolgan bo'lsa, o kishi harzabun bo'lib ketgan dedi. Amin dedi, men amin dedim deb shunda dedi. Hadis bu. Yani bu hadisdagi demek bo'lgan gap Alloh subhanahu va taoloning mushu ay katta ayda Allah subhanahu va taoloning rahmatiga erishmoq qolsa, bu odam ya'ni dunyodagi eng xorda bu shaqiy odam qoladi.
Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalan adam şu adamı kalır. Çünkü bu ay nereye kalsanız, kayısı verip kayısanız rahmet, mağfiretle bulup başkandır. Kudde سبأ شهرنا وزوجت لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Yemen'deki Sebe şehirde muş ayetli tefsirde İbn Kathir rahimehullah şunda deydi. Sebe deydiğin bir şehir vakıdaydı. Allah subhanahu wa ta'ala bulağa şundaqcık nimet, nazu nimetini bergen idi ki İki taraf, tağının iki tarafı yoki vodiyning iki tarafı bütün baxt eder. Odatda yeşil taraflar meyvelik taraflar. Çivin, paşa, her taraf çayan, yılan, her qanday narsa bu yerda yo'q edi. Agar boshqa yerda boshqa musofirlar kiyim kechaklarda yoki böcek bir minut ko'tarib kelgan bo'lsa, shu kunligini urib qoldi deydi. Bir hayal yoki shu yerda yashagan bir odam kallasi sevatini qo'yib o taraftan bu taraftan mansa, meyveni üzmek. Muşun memiş jarayonida sevatning içi turuşup qoladi deydi. Sevatning içi özlüğünden pişken meyveni meyvalab pişkan meyvenin sağından sevat turuşup qoladi deydi. Yani qo'ldan elip üzüp sevat boshqalardan deydigandan da bilmez. Şundan derecede nimetni Allah subhanahu wa ta'ala bergan. Lekin ular bunun qadrini bilmay ve a'radu fa arsalna alayhim saylal arim ve beddalnahum cennetayn cennetayn. Ular Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerine nankörlük qilib Allah subhanahu wa ta'ala ki baxni yani vadini aşıyor. Nevsiz çöl cezir aylandı. Şuna o'xshash mushu ay qayerga qolsangiz rahmat mag'firatga ustida turadigan bu ayda şu rahmet mağfiretini kapatmadan adamdan şakî mahrum adam yok. Şu adamdan hazır bu adam. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunda deydi. Men sama Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lahu. Kimiki rozunu Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığını için hesabını Allah subhanahu wa ta'ala'dan ecrini Allah subhanahu wa ta'ala'dan kütken halatta talep qilib bu rozunu tutadigan gunohini mag'firat qiladi. İlgili günahlarının hemmisini mag'firat qiladi. Men qama Ramazana imanen ve ihtisaben. Yani beraber. Kimiki Muşu ayda keçirlerini kıyamlardan öptürdük. Yani muş salat taravih namazlarını cemaatler okup muşunun imam qaytçı bo'lgan holat shuni bilan birga qilgan. Muşu namazını Allah subhanahu wa ta'ala'nın ecrini talep qilgan holatda. Yani bu cemaat chiqmaydi ekan, yoki qilmaydi ekan degan emas, faqat Allohning rizoligi uchun buni talab qilib chiqar ekan, u kishining ilgari gunohlarining hammasini mag'firat qilib etaman deb shunday. Man qama laylatul qadr laylatul qadr kechsini 27 kun topolmabdi, 23 kun topolmabdi, hamma qilibdi. Ashu laylatul qadr kechsini o'smi yana haqiqiy iymon keltirib Allah subhanahu wa ta'alaga talab ajr talab qilib turib şu keçeni ahya qiladigan, şu keçeni tirildirdigan, şu keçeni topadigan, g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Uning ilgirki gunohlarini hammasini mag'firat qiladi. Yani qaysi tarafga qarsangiz rahmat, mag'firat ashu. Yomg'irda yer yo'q. Yani mushundaq aytsa, muhindaq mag'firatning ichida cho'kib turib, suvning ichida suv chamqirib qolgan odam dört adam bor. Uningdan faqat mahrum adam. Yeni bir hadiste şunda deydi. وَلِلَّهِ عُتَقَى فِي كُلِّ لَيْلٍ. Her gece Allah subhanahu wa ta'ala min adamlarını dozaqdan azab qilib o'tadi. Mushu kechalarda ibadet bilan o'tkazsa Allah subhanahu wa ta'ala şunun qatorida qilib ajr qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni şunun qatorida qiladi. Önünden başka yani keçinin üçten biri. Allah subhanahu wa ta'ala zamanın asmana uçup özüge layık halet. Hel min mustagfirin fa astagfir. Menimden magfirat talep qiladigan yo'qmi?
Mağfiret talep etme. Meningden rahmet talep kılgan yokmu? Rahmetimni yağdırıp etme. Meningden özünün günahlarından mağfiretini dilaydigan yokmu? Mağfiret talep etme. Keçirip etme. Afu kılıp dilaydigan yokmu? Neyse bu dermeden kesenin ahirda. Şunda düşür. Onundan başka Ramazanda aqallisi 29, jiqi 30 yandırılmaydan dua Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar وَلِلصَّائِمِ دُعَاءً لَا تُرَدَّ. Şu kişinin duası qaytarılmaydı. İcabetsiz qaytarılmaydı. Şu üçünün birisi ne? Roz tutan kişi de. Roz tutan kişi duasıyla icabet kılmaz. Yani kimde bir rakatin duası, yani iftar yakın şu vakit beklemeyin. Ölmaz şu vakit beklemeyin. Şu vakitlarda dua kılsa icabet kılabilir. Mesela 29 gün vakit varsa 29 duamız garanti var degan bu. Yoki 30 bo'ladi. Ondan başka yana şu roza şefaat kılır. Kıyamet günü bizni Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldida muşu meni tartıştırmada meni de özlerinin razılıkında aş tosatlı halatda, usuz halatda, çıraylar sağağın kalpleri yerlik etken halatda muşu özlerinin rızalığı için muşu capatatlı ya Allah. Keçir versinler muşu. Mağfiret kılırlar. Azap kılırlar muşu dozaktan. Muşu rahmetleri gel. Rahmet bakılları olan cennetlik kirpizlerseler. Dep Allah subhanahu wa ta'ala şefaat alıp takip çıkmalı. Yani demek muşnunga okşaş rahmet mağfiret bilen tuşup tolup taşkan yani bir vaktin özüde taqav etilgan cennet dozaqman, taqav etilgan dozaqning atrofida chuglab yurganlik bu bekan vaqt. Hadisda shunday deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan kirişi bilen, yoki yana bir hadisda Ramazonning avval kechasida Allah subhanahu wa ta'ala yomon shaytonlarni bog'lab o'tadi deydi. Jinning sarkashlarni bog'lab o'tadi deydi. Yana o'sha bog'lab atgan shaytonning qishig'i verib, yana maslas so'rab, yana ashab chullab yursak, bu yana o'zimizning o'zimizga. Dozoqning eshiklari taqiladi, butun taqib o'tadi. Taqib atgan eshikni cheksak biz yana jannatning eshiklari ashu İki qanatda kangli ichiga kirilgan adam bo'lsa aynan ichiga kirdi deb shundaylar. Ana undan hadisning oxirida ya bag'iyal xayri aqbil ya bag'iyal sharri aqsir deb shundaylar. Yaxshi bo'lsin talab qilib kel bu jannatni ya mag'firatni ya rahmatni ya Allohning rahmatini ya bu tarafga geldi. Aldığında bu tarafta kılın. Dünyaya akın kılın. Günah masiyeti tulup ketken bende bir az yani özden biraz tatkın, aksız diyen gel oturup ne demedi. Bütün taşı var. Biraz eden olsa iman mümin olsa ya ki kıyamette bir hesaplan bağlı cennet dozaklayıp onların bağlılığını ve iman kertügen olsa bir az özden tatkın mamiyetçiliktir. Ma günahdan özden tatkın, ma dünyadan, minnet dünyadan özden tatkın bakmaz. 11 ay aklı yürüp baktım. Özümüzün azmede, sana vapa atılmadı, ma bu ayda vapa kılamız. Dep, şunun var, Allah subhanahu wa ta'ala özünün periştırları altır, bu hıtapına kalır. Yani bu kılışı, şeytan takip etişi, dozaklı takip etişi, cennetin eşiklerini takip etişi, yeni Allah'ın maksadıdır. Rahmet edin ibadet. Er-Rahman, Er-Rahim edin ibadet. Bu müziğin tağın mağfiretini taşlap koyup, onu takamayın cennet şeytanını koyup bıraksa, o diyor. Ama yeni şu benden, yeni şu insan, yeni acizlik kalması var. Muşu yaman sertçini bağlavatır, bağlavataydı. Bunun mümin, Müslüman, hangi şekilde bağlandı Allah'a? Biz onu bilmeyiz ama Allah subhanahu wa ta'ala bunun bağlavatır Allah'a. Hadis inkarcılardan başka, hakikat iman kartları bununla. Ondan başka Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i siyam, roz ayetinin ahirinde ve idâ se'aleke ibâdî anni fe inni qarîb.
Şundaq deydi. Sen mağfiret talep qiladigan, rahmat talep qiladigan, sen gunohingning mağfiretini talep qiladigan kishing olsa, men sana yaqin deb so'radi. Yaqin turmaman. Sen jiroq bo'lsang, men sana yaqin. Deb shunday deydi. Shuning uchun katta ulug' bir oyga ketyapmiz. Bu oyda musobaqalashishimiz kerak. Bu yaxshilikqa, jannatga kirishga, hali kemiga yoki uchoq taksiga rayyan bobi qo'yib to'xtaydigan oxirgi bekti. Shu kemiga chiqib olishga qanday qilish kerak? Shuni musobaqalashishimiz kerak. Sabiqu ila mag'firatin min rabbikum va jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Deb shunday deydi. Ashu kağınliki osmon va zaminning kağınligi bo'lgan ashu jannatga kirishga musobaqalashishinglar deb shunday deydi. Kağınlikni so'zlayotganda bu yerda kağınlikni uzunligini qanchaligini o'qimaymiz. Vallahu a'lam. Allah subhanahu va taolo shu oyatda faqat kağınlikni bayon qilib qo'ygan. Rahmin kağınligi 140 santim yoki 2 metr degan bo'lsa, uzunligini qanchalik qisqaroq bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bir ayet wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ard wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Muttaqilar uchun tayyorlangan kamligi osmon zaminda bo'lgan ashu jannatga Allohning mag'firatiga musobaqa qilishinglar deb shunday. Mush bir ayda şu musabaqada qasaq yoki Allohning mutabaqat kirib qasaq Allah subhanahu va taolo yani ning rahmatiga erishgan bo'lamiz va mangulik baxtdan iborat jannatga noil bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun buningga sal qarmaslik kerak. Harakatimiz sal qarmaslik kerak buningga. Bu yuqori deyilganga o'xshash, ya'ni bu nariga qarsak rahmat mag'firat bilan to'liqlashgan bu oyda biz boshqa yerlarga qolsak, bizdinmi xarzahun, bizdinmi mahrum, bizdinmi shaqiy bir odam yo'q bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ahli boy javoblarimiz Oton qizlarimiz, o'g'illarimiz mushlar uxlab qolgan bo'lsa, uyg'otib, qarovihlarga tan akilib yaqinimizni to'g'izib, o'zimiz kirmoqchi bo'lgan shu jannatga bir qo'ldan tan so'rab bo'lsa taqda orqadan jib turib qo'ldan so'rab bo'lsa akirib ketadiganlar shuni qilishimiz kerak. Ata bo'lgan, ana bo'lgan odamning mas'uliyati bu anfusakum va ahlikum nara aquduha an-nas wal tijaratu u'iddat lil muttaqin. Hech qanday odam o'zining bolasining, xotin qizlarining do'zaxni yaqinga suv qilishni xohlamaydi hech kim. Xalamaydı deymizdi yo'q. Xalab olganda qiliqni qilamiz. İçimizde qarab yoki bundoq qarab bo'pti kichik bo'taq o'qiyotsin yoki bu keyin o'qib qolar. Ya undan sen bo'lmaydi buni. Qachon namoz farz bo'ldi ekan, onun o'ziga suv chechib bo'lsin, o'qitib, ashyo mashakdan akilib, muqabadan ikin Qur'on qilsakum, saqlanglar o'z nafsinglarni va xudlarni baljaqlarni, ahlanlarni Aşı qilg'isi inson bo'lgan shu do'zaxdan saqlab qolanlar degan shu buyruqni anandek kelib ijara qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizning ahli tavobatlarni, qizlarni, o'g'illarni, hammamizning ota-onalarini, vatanda qolgan qavm qarindoshlarimizni shu o'zining rahmati va mag'firatiga noil bo'lgan mu'min bandalarning qatoridan qilsin. Alhamdulillah.